Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Biz davomlashtirib kelayotgan shu sun'iy aql, ya'ni yuqori pen texnik munosabatlik temamizning bugun shu ikkinchi haftasi. Shu sun'iy aql bilan bo'lgan suhbat to'g'risida video ishlayapmiz. Suhbat ile boradimiz. Endi video ana AI bilan bo'lgan suhbatlarni video shaklida taqdim Bunda bir neçə bəzidən 10 neçə sual sorayımız, bəzidən 5-6 sual bitir degandik. Şu bugun çoxday vaqtda odatda hozir balkim anglamagan bo'lsa mumkin, ammo bag'azir chiqyapti bu. AI'da oldin qaytam biz AI'da qanchalik aql bor, qanchalik idrok bor. Odamdan eshib ketalam deyapmi? degan bu. Bu qatim çoxday vaqtda hamda AI'ning qalbi bormi? Ya'ni yuragi bormi demakchi. AI'ning yuragi bormi degan bir savol chiqdi. Ana bu nim degan gap degan vaqtda bu AI'ninki, ya'ni qalbi, ya'ni va insonninki AI'ga bo'lgan, ya'ni sun'iy aqlga bo'lgan ishonchi to'g'riliq bo'ladi. Ancha vaqtda AI'da qalb bormi degan savolni insonning qalbini qanchalik tushunadi, ya'ni inson AI'ning ya'ni sun'iy aqlning yuragi bormi, ya'ni qalbi bormi degan vaqtda insonninki ya'ni o'zining qalbini, ya'ni insonlarning qalbini qanchalik tushunadiganligini so'raydigan savolga aylanadi. Ya'ni o'sha insonlar o'zining qalbini yoki insonlarning qalbini qanchalik darajada tushunadi degan. Mushunga javob bersak, cho'day vaqtda uning kendan demak buningdan bormi yo'qmi deganga javob bera olamiz degan. Endi asosiy savol cho'day vaqtda AI'da qalb bormi? Bu savol cho'day vaqtda har qanday bir insonning cho'day vaqtda inson qalbini qanchalik tushunadiganligiga o'zidan bir so'rab baqsa, ya'ni insonlarningki o'zaro qanchalik tushunadiganligini desak. Bu savol cho'day vaqtda shu AI tadqiqoti yoki falsafa menga tadqiqoti, ya'ni neyron tadqiqoti degan menga ilmininki qo'shilish nuqtasidagi eng muhim masalalarning biri. Bu ko'z qarash to'liq qo'shilmaydi. Ya'ni bu shu savol cho'day vaqtda hozirgi falsafa va yoki musodatda menga ilmining cho'day vaqtda tadqiqot nuqtalari, qo'shilish nuqtasi bo'lmoqda. Tadqiqot sohalarining qo'shilish nuqtasi bo'lmoqda. Ammo vaqtda qalb nima? Ana buni tushunish uchun AI'ning qalbi bormi, ya'ni yuragi bormi deyish uchun vaqtda qalb degan nima bu? Yurak degan nima? Buni tushunishimiz kerak degan gap. Ana biz vaqtda qalb yoki shuur, ya'ni shuur degan vaqtda arabchadagi ammo uyg'urchadagi vaqtda ang bilan biroz to'g'ri angni ichiga kirgizdi. Ya'ni ang degan uyg'urchadagi ang kang ma'noni bildirdi. Demak shuur jo'da vaqtda tar ma'noni bildirdi. Shunga shuur bilan uyg'urchadagi ang tang emas. Shunga bu yerda ana aniqlashingiz. Uyg'urchadagi angning doirasi kang bo'ldi. Arabchadagi shuurning jo'da vaqtda doirasi kang bo'lmaydi degan gap. Ya'ni uyg'urchadagi angninki ichiga kirgizdi degan gap. Endi shuur degan narsaning nima ekanligi haqida hozircha birlik kelgan hech qanday bir birlik kelgan bir tushunchani o'tirib qo'yilmadi degan gap. Hammadan cho'doqda o'zininki ko'z qarashlarini o'tirib qo'yadi. Shu qalb degan bu, yurak degan bu, anigan joyda shuur degan bu degandek. Hozir cho'doqda yurak desa, masalan, qalb, insonlarning qalbi, ya'ni yuragi. Desa bu odatda nima qaraydi degan vaqtda qon pompalash qaraydi deb qaraydi degan gap. Ammo cho'doqda hozirgi yangi texnikalar, yangi tadqiqotlar cho'doqda buning faqat yurakninki qon pompalashlam rolning emas boshqa iqtidorlarning bog'liqni biladi. Endi bu nima bo'ldi desam, masalan, kvantum texnikasida, kvantum mexanikasida yoki kvantum fizikasida bir entangilma deydigan bir narsa bor. Bu cho'doqda jiroqdan ta'sirlashish yoki chirmishish degandek, qaytishish degandek uyg'urcha tarjima qilgan vaqtda endi men uyg'urcha asl asl ma'nosini aloqa vaqtimiz qaysi vaqtda jiroqdan ta'sirlashish deb asal qilingan gap. Endi cho'doqda shu yurakdagi mingida ko'rilgan mingida bir hodisa bo'lgan vaqtda mingning oshnaga bo'lgan hodisga bo'lgan inkos vaqtida ko'rilgan o'zgarishlar o'xshash vaqtda yurakdan ko'rilgan. Endi bu nimani qiladigan vaqtda insonning yuragi, ya'ni qalbi faqat qon pompalashlar nimasi emas, vazifasi emas, boshqa vazifalarim bor degan. Endi qanday vazifalar bu texnik tadqiqot nimasi degan.
Endi miyadagi qalb degan vaqtda bu biroz nima taraf keladi masalan men aniq as tush taraf keladi as tutish anigina qalbninki u tarafni o'ziga yana shu inson qalbini yana aniq qalbim ranjida u bu deb qo'ydi ko'nglim ranjida ko'ngli aziz uyg'urchada ko'ngil qalb deb o'rtaq ishlatamiz qo'ydi yurak degandek ancha yoqda buniki neyral network yoqda neyrotor yoqda biz kirish qabiti va chiqish qabiti deb ayiramiz endi shuni bilan o'qishni olsa qanday bo'ladi o'qishni olsa sirtqi tushunish yoqda qalb ya'ni kirishga munosabatli chiqish bo'lsa yoqda chiqish funksiyasi mush ko'rish qilishim bu vaqt yoqda amaliyotda bir narsa kirdi unikinchida uningda chiqadi degan yani sallaq qimmat kirdi uchur kirdi unikinchida uchurni pishiqlab ishlandi uchur uningda inkos qaytardi degan agar mush bo'yicha tushunsak qalb boshliq yetkazilmaydigan subyektiv tajriba ya'ni boshliq yetkazilmaydigan subyekt tajribalar masalan buncha vaqtda qizil rangni ko'rgan vaqtda yes unikin qayg'uli vaqtdagi g'amkinlik degan his tuyg'ular bularcha degan vaqtda bularni biz mashinaga o'g'itamiz degan agar o'g'italasak shu vaqtda mashina odam qilgandan keyin odam his qilganning hammasini his qila olsa demak bu yerda mashinaning ya'ni sunniy aqlning qalbi bor degan bir narsa kelib qolamiz yaqin hamcha vaqtda bu yerdagi sirtqi tushuncha ya'ni ko'z qarash qo'llanish ya'ni xulosa o'sha ko'z qarash degan vaqtda bayanda har qanday saliq mashinaga chiqib vaqtimizda sunniy aql yoqda saliq nimatni kirgizmiz undan keyin yoqda bir qism ishlashlar ilib berildi undan keyin yoqda u saliq nimatlar chiqadi degan natijalar chiqadi degan ya'ni mujda bir funksiya ilib berildi bu bir ko'z qarash ikkinchi yoqda agar sunniy aql ya'ni AI insonga o'xshash harakat qilib insonga o'xshash his tuyg'ularni ifodalab insonga o'xshash ijod qilishlar ijodiy chiqishlarni bersa unida qalb bor deb qarash kerak deydi endi yoqda agar AI insonni mukammal taqlid qila olsa taqlid qila oladigan bo'lsa insonning qalbi ya'ni inson AIning qalbini tushunadi ya'ni bu yoqda bu bir tekshirishning davomiyati bu shunday deb qaralyapti degan ya'ni tushunali degan bu yerdagi tushunali bilan insonning o'xshash qalbi bor degan gap bu ikkisi farqli shuni diqqat qilishimiz kerak degan gap ya'ni ichki qalb boshqalarga yetkazolmaydigan subyekt tajriba his tuyg'ular bor masalan bir narsani ko'rgan vaqt hayajonlanish uni qayg'uli xabarni o'g'an vaqt g'amkin bo'lish degandek bu shunday his tuyg'ular yoqda bularniki insonlarda bo'lishi tegishli his tuyg'ular hayvonlardan bo'lishi mumkin hamda endi qo'llanish yoqda AI ya'ni sunniy aql yoqda qayg'urroq yoki qayg'ubek azroq qayg'urdim degandek deganlar uni ichida haqiqiy qayg'u tajriba qilayotganligini yoqda bizga ko'rsatmaydi degan ancha yoqda inson faqat o'zining ichki tajribasini tushunoladi boshqalarning qalbini ularning harakatini ya'ni o'zidan boshqa chorasi yo'q boshqalarning harakatini ko'rishdan boshqa chorasi yo'q degan shu inson AIning qalbini ichki tajribasidan tushunolmaydi ya'ni bu nima asosan nima degan gap yo'qsa inson boshqalarning qalbini ko'radimi ko'rolmaydi degan gap ularning yoqda sirti chiqargan ko'rinishlar ya'ni saliq nimat kirdi undan chiqqan natija yoqda buni ko'ngli yerim bo'pti yoki bo'lmasa xushal bo'ldi degandek bilalaymiz agar shunda bo'lsa bu sunniy aqllarga shunda ko'zdan qaraydigan bo'lsa shu yoqda sunniy aqlning qalbi bormi yo'qmi degan bu vaqt yoqda biz qalbi bor yo'qligini yoqda tushunolmaymiz degan chunki boshqalarniki agar sirti chiqqansa uningki qayg'urmaganligi xushal bo'lmaganligini bilamizmi bilolmaymiz degan gap bizga ko'rinadi asl qilib bermasa endi bu yerda yangi texnikalardan BCI bor undan keyin AGI bor hozircha AGI chiqindi yetib bo'ladi bunaqa AGIga yetib deyotganlar bor masalan Google'larniki CEO'lari bunaqa yetib deyotadi ammo shu yoqda haqiqiy yetib bunaqa tamomlab bo'lgan narsa yo'q degan gap endi BCI degan bu yoqda brain computer interface degan gap ya'ni miya kompyuter birli yuzaga yuzaga desam aralashmiz debdi men oldin qaytib so'zlagan vaqtimda BCIni miya kompyuter nima yuzaga degandim bu yoqda BCI xili bo'ldi chiqqan ham taraqq qilib bir oy berib bo'ldi desak bo'ldi xili bir oy berib bo'ldi taraqq qilib buncha yoqda amaliy ishlatishlar masalan bunida eng taraqq qilganlar yoqda Xitoy eng taraqq qildi
Bunun da Snap Biotek degan bir şirket var. Aşdan körep baksana buldu. Hani kendi Tencent'in şirketi var. Alibaba'nın şirketi var deyendik. Muş BCI'ni tadqiq qilayotgan. Şirketlerde agar sinab baksana. Hani kendi BCI'nin yana bir so'zda bizlar Amazon nima Elon Musk'ning shirkati. Oshning taraqqiyoti zo'r degan. Boshqa yo'qsa boshqa hamma davlatlarning o'zgarishchilik taraqqiyotlari bor. Turkiyaning bor degandek. Yani BCI texnikasi. Yani bu nima degan vaqtda sizning konkursingiz mingizdan chiqqan elektron to'lqinlarni jo'da vaqtda magnit to'lqin, elektron to'lqinlarni jo'da vaqtda yig'ib, ashni jo'da vaqtda analiz qilib, ashni asosan jo'da vaqtda sizning harakatingizni va ko'z qarash idealaringizni va fikringizni jo'da vaqtda hammani analiz qilib bilalaymiz degan. Bu jo'da vaqtda sen so'zlayolmaydigan, uning jo'da vaqtda asosan so'zlayolmaydiganlar bilamda hozir qilayotganimiz hamda so'zlayolmaydigan lag'ni nisbatan jo'da vaqtda normal başlardan aloqa o'rin talashdek bir ahvol jo'da barliq keltirdigan bu. Ani AGI agar jo'da BCI'niki jo'da BCI texnikasi eng yuqori chek taraqqi qilgan deyilsa, masalan, başlarning ming politik o'rniga o'zimizga bevosita kirzadigan bo'lsak. Bu jo'da asl maqsad mushun ketib borda. Ya'ni sizningki mingizdan chiqqan uchun jo'da mening mingam kirgizalish degan. Yani A adamninki mingizdan chiqqan uchurlarni bir adam bilalash degan gap. Buni da olsa bexatarlikdan men demisam bexatarlik bo'ldi degan gap, unda gap yo'qlaydi degan gapda. Agar bu şey amalga oshib qolsa. Yani bu vaqtda brain interface bo'ladi bu vaqtda. Brain computer interface emas. Yani vaqtda minga arayüzü bo'ldi degan gap. Hozircha vaqtda minga kompyuter arayüzü degan gap. Agar taraqqiy qilish shuni ketib borgan gap. Endi mana shu vaqtda BQI bor, brain quantum interface degan. Ya'ni quantum kompyuterlar minginiki arayüzü birlashimiz gap. Endi bu vaqtda AI'ning qayg'urroq, azroq qayg'urdim degan vaqtda mingi faoliyatlar o'rniki o'z mingizni qayta yarata olasiz degan. Sen azroq qayg'urgan vaqtda chiqqan to'lqinlar vaqtda kuchli qayg'urgan vaqtda yoki qayg'urmagan vaqtda vaqtda to'lqin uzunligi va tezliklar farqli degan gap. Ashdan tutib olgan vaqtingiz vaqtda bu manchalik qayg'urdi, manchalik qayg'urmadi deb hukm qila olasiz degan gap. Agar bu shunda taraqqi qilsa vaqtda biz buniki qarshi tarafniki mingizdagi o'zgarishlarni bilalaymiz degan gap. Ammo bu sizning mingizda qayg'u sifatida tajribalanganmi yoki faqat elektrosignal sifatida simulation shaklda sifatida bir tap qilingan bu aniq emas. Masalan, uni men bilib oldik deyli. Qarshi tarafning qayg'urganligini bilib oldik, u bizga ko'rsatmasmi? Ammo chu yoqda u ash bilib olganingiz sizningki o'zingizning tajribasimi yoki qarshi tarafniki haqiqiy sizga ko'rsatgan nimasimi? Qarshi tarafniki haqiqiy ashning qayg'uruq holatini ifodalagan narsami? Yoki bu yoqda o'zingizning mingizda o'lik yaratib olgan bir narsami? Degan. Buni bu yoqda tek aniq hukm qilamaymiz degan. Endi bu yoqda ikkinchisi AGI bu yoqda umumiylik sun'iy aql, ya'ni hosillik sun'iy aql yoki bo'lmasa umumiylik sun'iy aql deb qaraymiz. Bu yoqda hozircha tamomlanib, hozircha kirish bosqichida. Hech qanday bir men bunga yetdim deb chiqolmaydi texanda. Asan bunga yetish unda oson emas degan gap. Chunki bunga yetgan vaqtda AI'ninki hozirgi suratini jo'naqda 10 narsa kuchli bo'ladi degan gap. Eng az bo'lganda endi. Endi jo'naqda AGI tamomlanib o'zini ta'liq qilib, ya'ni mingam bor degan mantiqi va ishontirishchan holda da'vo qilishga boshlagan vaqtda inson qanday inkas qiladi? Agar AGI o'zining qalbining borligini inson tushunadigan matematikalik, mantiqlik tilda tushuntirsa, bizning tushunish degan tushunchimizga bir yangi bir ta'bir bergan gapda endi. Agar AGI taraqqiy qilib turgan vaqtda mening qalbim bor, mening yuragim bor, yoki bo'lmasa men bir nimani his qila olmayman, bilalayman deb qaragan vaqtda. Bunda bo'lgan vaqtda insonlarningki tushunish degan so'zga vaqtda ta'bir berishda qaytadan o'ylanish kerak degan gap. Qanday vaqtda tushunish bo'ldi, qanday vaqtda bir tushunch bo'ldi degan gap. Endi ishonch murakkab va mutlaq bo'lmas dedim. Endi ishonch buni degan hozirgi sun'iy aqllarning taraqqiyotiga qarshi bu yoqda borgan sari sun'iy aqllar texadan uyingizga kirib ketadi degan gap. Har bir odamningki hozirmi shu yana yanchiqingizda sizning telefoningizda hamma sun'iy aql bor degan gap.
Әмче тегдем якынлай деген. Сезнең аиләңез кирде. Аилә әгъзаларыңыз дип булады деген. Хәтта bundan ayrılanması da kalası den gep. Bu bir huma şekilde bulap kalgan gep. Mesela hazırki sünni akıllar çıkışıga erişip insanların kitap okuyduğlarının neçe bir sazlap ketdi. Mesela bizde kitap okumaydigan bir toplumdan üstün tek adam yok olup ketdi den gep de. Nim bolsa mesela bunu diyorda Google'dan izle deydi. Hazırçı. ChatGPT'den izle. Onundan izle, OpenAI'dan izle, Grok'tan izle degan olup den gep. Buningki bir agar mush davr cho'da vaqtda siz haqiqiy kitob o'qib haqiqiy bilim ola olsangiz cho'da vaqtda sizningki balkim istiqbolingiz texdim yuqori bo'lgan gap. Bundan keyin vaqtda bir nima bilga emas, bir nima ijod qila oladigan va bir nimani ashni o'z bilimiga aylantira oladigan insonlar barliq bag'ansirik ro'noq topadigan gap. Bu bir nimani bilish degan gap bilan bir nimani o'z bilimiga aylantirib haqiqiy tushunish, bilish degan boshqa gap bo'lgan gap. Bu xuddilik birga birini qo'sh ikki degan nimadan biri degan gap. Endi birga birini qo'sh nima ish ikki degan isbotlash bir masalasi bor-ku bu yerda. Shuning uchun xuddi suvning qaynash nuqtasi 90 gradus qaynaydi deydi. Buni nimadan ChatGPT'da izlab biladi degan gap. Endi nima ish qancha vaqt qaynaydi? Buni qanday bilasiz degan gap. Buni shu kitob o'qish orqali bilasiz degan gap. Әмчәлектә bizning oila doktorimiz bo'ldi, bundan keyin balamizga qaraydigan odamlar bo'ldi degan gap. Robotlar bo'ldi degan gap. Oila ishlaringizni qilgan robotlar bo'ldi degan gap. Ya'ni sun'iy aqllar bo'ldi degan gap. Mashinangizda sun'iy aql mashina, masalan Tesla'ning bor-ku. Ashni haydab sho'pirlik qildirsiz, sho'piringiz bo'ldi degan gap. Endi buning qanday ishonasiz degan gap. Bu yerda bir ishonch masalasi so'rab, men ishonch masalasi chiqadi degan gap bu endi. Endi bu joyda odamlarga o'xshash narsa emas bu degan gap. Masalan, bu ishonch haqiqatan murakkab va mutlaq bo'lmas bir chastotlar mana. Chunki bu har qanday bir narsa bo'lsa mingidan chiqqan. Ya'ni mingidagi chiqqan elektronlarni tutilish, ya'ni magnit to'lqini, elektron to'lqinlar tutilish. Ashuncha vaqtda ashningki o'zgarish bilan vaqtda sizga bo'lgan ta'sir o'xshamaydi degan. Bu xuddi insonning ishonch tushunchasi va uning chastosi murakkab bo'lgan. Har odamningki matematik miyalik chastosi degan vaqtda har odamning ishonchga bo'lgan nimasi ta'biri o'xshamaydi degan. Mesela siz qanday bo'lsa siz bu odamni qanday bo'lsa ishonchli deb qaraysiz. Har odamning o'z qarshi o'xshamaydi degan gap. Ma'nosida manda bo'lsa ishonchli deb qarayman deb qaraydigan. Ya'ni bir so'z ma'no bo'lsa manda bo'lsa ishonchli deb qarayman deydi. Hamcha ishonch haqiqatan muhim degan. Hamcha bizning bu hayotimizga singib kirdi bu. Qarshi tursaqmi singib kirdi. Qabul qilsaqmi singib kirdi degan. Buning uchun qanday qilish kerak degan vaqtda to'g'ri bo'lgan shaklda, to'g'ri bo'lgan planda, to'g'ri bo'lgan harakat bilan, to'g'ri bo'lgan o'zimizningki plan va qadam bosish orqali uni qabul qilishimiz kerak degan. Buni qarshi turgan vaqtda yo'q bo'ladi degan. Xuddi birinchi qadamlik sanoat fan texnik inqilobi, ikkinchi qadamlik sanoat fan texnik inqilobida yo'qolgan nurg'un davlatlar bor, barliq kelgan yangi davlatlar bor, xuddi shunga o'xshaydi degan. Endi 6-qadamlik sanoat fan texnik inqilob kelyapti degan. Ya'ni shu quantum AI davri degan. Hatta buning AI davrining qizg'inligi yo'qolmay turib quantum davriga kirib ketdik degan. Kirib kelyapmiz degan. Endi buning bilan texnik kuchli alayda shakllangan. Hatta yangi nurg'un kichik davlatlar yo'qolib ketishi mumkin degan. Bu yo'qolib ketadi degan gap boshlayotlar degan gap emas. U davlatning o'zining mustaqilligini va davlat butunligini, ya'ni o'zining mustaqillik holatini yo'qotib qo'ydi degan gap. Yani tayinçilik beqinib qoldi degan gap. Unda davlatlarda shu yo'q bo'lgan, bu avtonom shakllanib qoldi degan gap. Hamcha vaqtda bu yerda ishonch masalasi bir ilmiy prinsip bo'yicha bo'layotdi qayta yaratishchilik. Ishonchni muhim ko'rsatkichi, ammo qalbning funksiya va odatlari bu qayta yaratishchilikning chastotasi yo'q. Yani masalan robotlar avtomatik harakat qildi-ku bu endi. Ana buning uchun qancha ishonch bor degan. Masalan, bir sun'iy aqlda avtomatik harakat qilish mashinasining insonga bo'lgan ishonchlik darsi endi 0.001% bo'lib qolsin. Vaqt ilmiy jihatdan nihoyatda yuqori yaratishchilik, nihoyatda yuqori bo'lgan ishlashchilik. Masalan, siz bir robot setib oldingiz, ashuncha vaqtda sizning ishlaringizni qilish to'g'riliq darsi 0.000 xatolik darsi 0.001 degan.
Ya'ni bu 99,99% to'g'ri qilyapti degan gap. Ammo ko'p odamlar yo'qda buniki 0,1 kirish aniq mush o'zininki mushu 0,1%lik xatolik sababidan jo'doqda xavfsizlash, ya'ni bu texnik ishonch bog'lay olmaslik sababli shakllanib qoladi degan gap. Shakllanishga boshlaydi degan gap. Ham jo'doqda sizning bir do'stingiz bor deyli. Bir qatim sizga yolg'on so'zladi yoki bo'lmasa sizni aldadi deyli. Ham jo'doqda uning bo'lgan 100% ishonchingizni to'ylaydi degan gap. Bu muqarrar degan gap. Ammo siz umum mazmundan yoki o'tgan munosabatlar yoki undan burungi ishlar yoki buniki buni uning salasi buning salasi jo'doqda u odamga yana ishonamsiz? Albatta ishonasiz degan gap. Demek inson ishonch statistikasi jo'doqda ehtimollik bilan hissiy xavfsizlik chekish jo'doqda birlashmasi. Ilmiy bu ikkisini birlashmasi jo'doqda ilmiy holatda bir narsa ifodalab bermaydi degan gap. Shu insonning hissiy bilan ilmiy holat o'lchash unda oson emas degan gap. Endi ishonch bilan gumonning chegarasiz jo'doqda. Gumon to'liq tushunmaydigan narsani, niyatini oldin bilmaydigan narsaga qaratilgan asosli qo'g'dirish inkosi bo'ldi hamda. Bu qanday narsadir? To'liq tushunmagandan keyin bilanda gumonlar bo'ldi hamda. Sunniy aqlning ichki harakati, ya'ni qora quta. Qaradan ishonasiz. Buning ichida qanday o'zgarishlar bo'ladi degandek. Endi ishonch jo'doqda tushunish bo'ladigan narsa. Ya'ni bir narsaning bir qarish tarafdan niyati, muqim oldin bilishga bo'ladigan bo'lsa jo'doqda, ya'ni qayta ko'rarlik bo'lgan bo'lsa, o'zini kontrol chekadi. Masalan, uni qarish tarafdan qancha ishonchlikni bilasangiz jo'doqda, uni tushunishingiz, uni jo'doqda o'zi sizga qarta qanchalik xatolikni elib bora oladiganligi, sizni qarta qanchalik bir yomon ishni qila oladiganligi biladigan vaqtingiz jo'doqda buni kontrol qila olasiz degan gap. Endi qalb tushunish jo'doqda o'ziga o'xshash yoki o'zdimi belgisiz harakatni muqimlik bilan ko'rsatgan chog'da inson boshqalarning yetarsizligi yoki his tuyg'ularining murakkabligini ko'rganda qalb bor deb ishongan bo'ldi. Ya'ni murakkab emas bo'lgan yo'q. Endi AI'ning qalbi bor. Qalbiga ishonch degan ma'no. So'nggi bayat degandek AI taraqqiy qilgan vaqtda bizningki qalb bor deb ishonishimiz AI'ning qobiliyatiga emas, balki uning ochiqlik va niyatiga bog'liq. Uningki qancha kishini qila olganligi emas, uning jo'xda ochiqligi, ya'ni niyati degan gap. Insonlar ham shunaqa o'sha bir narsani ishonchlik darsi uning qanchalik qobiliyatining borligi emas, qanchalik ochiqligi va sizga bo'lgan qanchalik yaxshi niyatini ko'rsatadi hamda. Endi kvant fizikasida menda bir narsa bor. Bir narsani kuzatgan vaqtda kuzatmaguncha bir xil, kuzatgan vaqtda yana bir xil o'zgaradi degan gap. Bu xuddi buningda bir aniqsizlik prinsipi degan bir narsa. Kvantum fizikada Heisenberg aniqsizlik prinsipidan balkim anglagan bo'lishi mumkin. Aniqsizlik prinsipi. Bu joyda kvantum fizikasida zarrachalar to'lqinlik va zarrachalar xususiyati bor. Ya'ni kvarklarni deydi. Kvarklar zarrachalar, endi uyg'urcha zarrachalar deb aytamiz, uni vaqtida zarrachalar deymiz degandek. Ham zarrachalarning joyda ham to'lqinlik ham zarrachalar xususiyati bor, ikki xil xususiyati bor degan. Ana buni o'lchgan vaqtimiz juda vaqtda. Buni bir sinov tajriba bor. Double slit experiment deydi. Ya'ni qo'sh yeriq tajribasi deydi. Qo'sh yeriq tajribasi. Ana buni vaqtda biz kuzatgan vaqtimizda zarrachalarning harakati bir xil, biz kuzatmagan vaqtda yana bir xil bo'ldi degan. Mushada bunda qiziqarli bir şey. Masalan, biz kuzatmagan vaqtda ham to'lqinlik ham zarrachalar xususiyatini ifodalaydi. Ammo biz kuzatgan vaqtda to'lqinlik xususiyatini yo'qotib, zarrachalar xususiyatini saqlab qoladi degan. Shunga biz har vaqt kuzatgan vaqtimizda faqat uning amaliy to'lqinlik xususiyatini ko'rmaymiz degan. Agar ko'ra olsak, biz to'lqinlik xususiyatini ko'radigan vaqtda uning zarrachalar xususiyatini yo'qotib qo'yamiz degan. Zarrachalarni ko'radigan vaqtimizda to'lqinlik xususiyatini yo'qotib qo'yamiz degan. Shuning uchun birini tutsak, birisi yo'qolib ketadi degan. Buni joyda kvantum fizikasida kvantum kuzatish effekti, ya'ni kvantum bir narsani kuzatmagan vaqtda bir xil, kuzatgan vaqtda bir xil degan. Endi bu qalbning belgilanishi, hammasi kvantum kuzatish orqali belgilangandek, narsaning o'z-o'ziga bo'lgan shuur, ya'ni cheklimiz shuur dendi, qanday cheklimisiz. Boshlarni tunish, kuzatish orqali belgilangan chastota bo'lishi mumkin. Masalan, sizningki Ahmedga bo'lgan ishonchingiz qanday bo'ldi, nimadan shakllandi? Uni kuzatish, uni tunish, uni bilish bilan bo'ldi degan. Xuddi shunga o'xshash degan. Endi kvantum fizikasi joyda asosiy tushunchani shuur, qalb masalasiga qo'llangan nihoyat o'ttiral fikr. Sizning degandek boshlarni tunish, kuzatish orqali bilgan
Yani bilgen chastota, bu menidan chiqqan chastota bu yerga bilgen ishonchlik darsini ko'rsatadi. AI jo'daqda qalb bar yo'qligining oxirgi chegarasi bo'lish ehtimolligi cho'nqur. Endi kvant nazariyasi yo'qda kuzatish orqali taqdirlashtirish. Ya'ni bir narsa yo'qda bir narsani kuzatgan vaqtimizda bir xil, kuzatmagan vaqtimizda bir xil. Bu bir qiziqarli hodisa. Buni Einstein nima degan vaqtda men ko'zimni yetib olsam osmonda ay yo'qolib qolamdi degan amaliyotlar shunday qiziqarli bir hodisa shakllanadi. Shu uning ömrünün ahırıqca onda bulmaydı. Bu bir ma'lum bir qonuniyat bo'lishi mumkin. Xuddi shu jiroqdan ta'sir qilgan. Intengrim joyda buni cho'qim ma'lum bir narsa kontrol qilib turdi. Bu onda tabiiy unda bo'lmaydi deb. Hayotning oxirgi vaqtida gumon bilan o'tib ketgan. Ammo ishongan, ammo gumoni bor. Gumoni bor shaklda. Endi bu joyda bu nima degan gap? Kvant altini joyda murakkablik, ya'ni zarrachadan kuzatilmagan vaqtda chaqlar bir xil, kuzatilgan vaqtda yana bir xil. Bu joyda biz murakkab, ya'ni superposition altida so'zlaymiz quantum fiziksda. Ham joyda kuzatuvchi, ya'ni odam yoki nur o'lchash orqali kuzatish qilgan chog'da osh murakkab holat taqdirlangan holat yig'ildi. Masalan, bu degan vaqtda biz bir narsani kuzatmaguncha uni bilmaymiz nima ekanligini. Biz kuzatgan vaqtda ondan bizga bo'lgan reallik paydo bo'ldi. Endi bu nima deyapti? Biz kuzatmaguncha reallik yo'q. Biz bilgan, biz kuzatgan, biz ko'rganning hammasi reallik. Ya'ni buni falsafa bilan taqdim jig'irdagi vaqt nurg'un narsa ketadigan. Endi yo'qda bu bizning temamizdagi AI'da qalb bormi yo'qmi degan murakkab holat. Ya'ni ichki murakkab holat. Agar ko'ra olsak biz bor deymiz. Agar ko'rmasak-chi yo'q deymiz degan. Yani insoniy jamiyat, yani şu anda ayollar suhbatlashib uning harakati va chiqishini baholaydigan bo'lishi mumkin. Mavjud deymiz qanda. Yani ayolning harakatini ko'rib qalb bor deb jamiyatni tunish va kelishim bo'lincha ishonch shaklida ayolning qalb borligi jamiyat taqdirlaydi. Masalan, sizda qalb qalb bormi yo'qmi deyish uchun qalb degan nima? Buni bilishimiz kerak. Uni bilgan vaqtimizda uning kendidan uningga taqdim yaxshi hukm qila olamiz degan. Yani qalb degan manda bir narsa. Demak, mushu bo'lsa, buning qalb bor. Bu bo'lmasa, qalb yo'q degan. Agar taqdim taraqqilibchi, insonlarning hissiy tuyg'ularini bir narsani ko'rib xushal bo'lish, bir narsani anglab qayg'urish, bir narsani ko'rgandan keyin ko'ngli yerim bo'lish degandek. Mushunda narsani taraqqilib o'rganay olishcha mashina. U vaqt bizningki bu yerdagi tushuncha, bu yerdagi bilish degan narsalarga qayta bir aniqlik berishimiz kerak bo'ladi qanday degan gap. Endi AI joyda qanchalik, yani shunday qanchalik alohida ichki bir taraf qilish ilib borsimi, insonlarning uning qalbi deb tunib ishonch asosini o'tkich bo'lg'icha bu qalb jamiyatlik qalbning ma'lum ma'noda taqdirlanmaydi. Mavjud emasga o'xshaydi, ya'ni mavjud emas deb qaraydi. Endi o'z-o'ziga bo'lgan shuur va boshqalarga bo'lgan tunish, AI'ning o'z-o'ziga bo'lgan o'z-o'zini taqdirlash. Ya'ni agar AI mening qalbim bor dedi degan bir kvant nazariyasida zarrachaning o'zini kuzatishga o'xshaydi. Bu joyda jamiyatni taqdirlash kuchi yo'q. Ya'ni bu AI mening yuragim, qalbim bor degan bo'lsa joyda uni biz ko'ramiz. Insonlar ko'ramaydi degan. Buning uchun joyda biz ko'rmagandek yo'q bo'ldi degan. Başlarının tunuşu cemiyetinin taqdirlashi. Yani AI joyda inson o'xshash azob chekkanda, inson o'xshash g'amlanib, inson o'xshash ijod qiladi. Qalb bor deb tunishga majbur degan kuzatish va kelishim bo'lgan joyda ayni bir holat bo'lgan vaqtda insonlar vaqtda AI'da qalb bor degan bir narsa kelib qilindi qanda. Shuning joyda AI'da qalb bor mu degan savol insonningki, ya'ni AI'ni qandaq harakatini o'z qalbi bilan o'xshash ishonalaydiganligini degan. Ya'ni mush AI'da qalb bormi degan masala joyda AI'ning harakatini o'z qalbi bilan o'xshash holatda qo'yib ishonalaydigan holatda shakllanadigan vaqtimizda. Ya'ni ishonch va tushunishni qarab ketib boradi buni. Vaqt joyda bor deb qaramdi yo'q degan. İşengichlar qutulur. Yani işengichlar qutulur degan g'ayriy ilmiy so'z eng oldingi va eng falsafiy munozara tillaridan bo'lib, u nihoyat ajoyib ishlanadi. Bu ilmning chekinish emas, ilm fanning mavjudligining tubki tegida tiyib qo'yganligining isbot deb tushunishga bo'ladi. İşengichlar qutulur.
ilmning ishonchga yaqinlashishining sababi cho'g'da. Agar eng yuqori tushunish cheki, siz sizning eng yuqori ishonch chekingiz nima? Chekingizni qanday belgilaysiz degan gap. Har odamning o'zi bir narsaga ishonish cheki o'xshamaydi degan gap. Ba'zilar mutlaq ishini degan gap. Ba'zilar cho'g'da o'ziga loyiq ishini degan gap. Har kim o'ziga loyiq ishini da, har kim o'ziga loyiq tushunadi degan gap. O'zining saviyasiga orqali saviyasiga va bilim nimasiga cho'g'da orqali cho'g'da ishonish va tushunishni qara qiladi degan gap. Shunga har kimning ishonishi, har kimning tushunishi o'xshamaydi degan gap. Hem çoğaltı en yukarı düşünüş çekici. İlim asasen közçük bulduğun nerseki kayıt yarışık bulduğun nerseni tetkik kılıdı. İlim pen çoğaltı közçük bulduğun ve kayıt yarışık bulduğun nersini çoğaltı tetkik kılıdı. Ama kalip yaki şuur yani bu çoğaltı BCI yani Brain Computer Interface yani Ming Computer arayüzü ve Ming'e penni qanchalik taraqqiy qilsa ko'zishning o'zining subyekt tajribasini sirtqi narsani to'liq tushunishi eng yuqori to'salg'a uchraydi deydi. Ya'ni demak bu yerda bir chek paydo bo'lib qoldi degan gap. Ash chekdan bo'shab o'tadigan vaqtimiz shu vaqtda biz undan keyin qolganiga o'tib ketish ehtimolligimiz bor degan. Ko'z chek degan biz AI'ning ichki elektr signali, neyron atinishi o'ziniki hammasini ko'zlaymiz degan. Ammo uning qizlarni ko'rganda qayg'urishi, ko'k xushallik dendi. Qizli qayg'u, ko'k xushallik degan. AI'ning o'zida tajriba orqali yo'qligini ko'ztalmaymiz degan. Ya'ni mushunda bir xushal bo'lish, qayg'urish degan AI'ning ishida yuz beryapti yo'qmi? Degan biz ko'ztalamiz ko'zlamaymiz degan. Endi xulos qilgan vaqtimizda ko'zchik bo'lmaydigan doirada inson ko'zchik bo'lgan harakat inson bilan farq qilmaydi degan faktni asos qilib, ya'ni bu yerda ko'zchik bo'lgan harakat inson bilan farq qilmaydi. Ko'zchik bo'lmaydigan doirada inson ko'zchik bo'lgan harakat inson bilan farq qilmaydi degan faktni asos qilib qalb bor deb faraz qilishdan boshqa chorasi yo'q. Bu faraz hareketini gayri ilmiy ishinish hareketiga yaqin. Ya'ni gayri ilm pen asas bo'lmagan demakchi mayda. Gayri ilm degan. Eng oxir xulos qilganimiz jo'da eng oldingi ilm, eng asosiy ishinish hareketiga yetib borganligini, ilm obyektiv haqiqat tadqiqotni subyektiv mavjudlikni tushundirish, tadqiqotiga o'zining chegara sizligini kengaytganlikning isbotidir. Endi bu yerda ilmninki bir nimasini chekininki ko'p kengayotganligini ko'rsatadi degan gapda. Biz bu yerda ilm fanini dedik, ko'gini ko'rish bo'lgan, ya'ni biz shu tajriba qilish bo'lgan, qayta yaratish bo'lgan narsani ilmiy asos bilan tadqiq qiladi. Ilm ashuni tadqiq qiladi dedik. Endi yo'qda, mevzuda qalb degansa biz bir xil obyektivdan subyektivga ketib boramiz nima degandek. Ya'ni bu yerda fan ilmninki tadqiqot cheki belgilanib qayta bir retlanib belgilanib nima? Qayta bir chegara shakllanib nima? Degan masala o'tirish qilingan. Hozircha bu qalb bormi degan narsa texnicha hozir yangi hukmlar. Balkim yani bir yildan keyin, 2 yildan keyin hamma odamlar budan qarta so'zlab bo'ldi degan. U vaqtdan keyin aslida vaqt bir so'zlab yurayotgan shuni. Aslida bundan nima ekanda deb vaqtda bilib qolsang. Hozircha vaqtda buni tadqiqotchilar va yakomishlarda professorlar bu to'g'risida ilib beradigan gap, tadqiqot ilib beradigan gap. Ammo shu vaqtda ammo shu vaqtda buni ChatGPT'ni to'liq ishlatishni uqmaymiz texi. ChatGPT'dan faqat paranglashgan bir nima bir savol so'raymiz, javob berdi degandek tushunib olganlar nurg'un. Amaliyotda uning iqtidori nihoyatda yuqori degan gap. Shunga nurg'un odamlar ishsiz qilish xavfiga duchor degan gap. Nimishqa? Chunki bu faqat so'z ishlamas, faqat siz savol so'rsangiz javob berish emas, boshqa nurg'un ishlarni qila olganlik uchun degan gap. Shuning uchun yoqda agar men bu shu sun'iy aql davrini, ya'ni yuqori texnika eng oxirgi desak bo'ladi, eng oxirgi sanoat fan texnik inqilobidan o'z haqqimni tortib olaman desang shu yoqda chuqur tirishib o'rganishingiz kerak. Bilim egallashingiz kerak. Buningki musada tirishib oldi qatorda ma'alishingiz kerak degan gap. Chunki har kun tirishib tursangiz buni shalinish nihoyat tezlik degan gap. Bilimning yengilish nihoyat tezlik bir degan gap. Buni men demasam bilib turasizlar. Mush 5 yil ichida qarab baqsak AI'ning turi deganda 1000 xil değişib ketadi degan gap. Bundagi texnika ko'paydi degan gap. Har bir odam o'zininki sun'iy aqlni yasaydi, o'zining sun'iy robotini yasaydi degan gap. Sun'iy aql robotini. U vaqtda dunyo texnika murakkablashadi degan gap.
Bo'lgansa bugun müşachilik bo'lsin. Bugun asosli joyda o'sha AI'da qalb bor. Bu joyda bu cho'qim bor yoki cho'qim yo'q deganman. Sen faqat bunda bir falsafiy savollar, bunda bir izdinish savollari paydo bo'ladi. Bundan keyin texnik paydo bo'ldi. Hatto 2020-2028 yilgacha bular modulda bu savollar. AI'ning jirki bormi, shuuri bormi, AI'ning engi bormi degandek narsalar texnik ko'paydi. Chunki AI'ning aqli bormi degan narsa o'tib bo'ldi degan gap uningki. Aqlning nima ekanligiga ta'bir bersangiz, AI'da bo'lsa, sun'iy aqlda bo'lsa, demak uning aqli bor degan gap. Endi qalb bilan shuur, ya'ni ong'a qanday aniqlik berasiz? Buning aniqlik berishga uning yuragi bor deya olamsiz, AI'ning qalbi bor deya olamsiz, yuragi bor deya olamsiz. AI'ning faqat yurakniki qon pomplashga yordam beradi deb tushunib qilish, u bek oddiy tushunib qilish, ha. Bu xuddi neydi? Kompüterning faqat bir kompüter bor deylik. Ashna joyda o'zingizning ishlatilish darsiga kompüter faqat hisoblash ilib bora oladi. Hakomuz kino ko'rinildi, uni ko'rinildi, buni ko'rinildi, torbet qilindi degandek tushunib qilish degan gap. Adat kompüterning qilgan ishlari nurg'un degan gap. Shunga o'xshash sizning qo'lingizda telefonninki o'zingizdan tutib olgan telefonninki 1%, 2% ishlatarsiz degan gap. Qolgan 98% ishlatamasiz degan gap. Eng jiq ishlatsangiz balki 95-90%, 10% ishlatarishingiz mumkin degan gap. Qolgan hech nima ishlatamaysiz degan gap. Bek ko'p ishlatsangiz shu sotsial mediada paranglashib, resim tortib, uni qilasiz mumkin. Video ishlab, uni qildiganlar bo'lishi mumkin degan. Shu o'zimizningki tuvagan narsani qanchalik ishlatalaymiz. Buniki bu sun'iy aql degan buni nechasi qadamga keldi degan gap. Shu bu savollar hozircha maydonga chiqmagan bilan, ya'ni 1-2 yildan keyin hammadan so'raydigan savolga aylanadi degan gap. Bo'lgansa bugun mushachilik bo'lsin. Boshqa savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Bo'lmasa ovoz ondan muhim emas. Men bir qadam sinab qilgandim, ovoz kelgandi.